$7300 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 6700 km bo'lgan Damas kombi mashinasi. Mashinaga skromniy qilib navrot qilib qo'yishgan ekan. Mashinaning holatlari idealniy bo'lib turibdi. Salonlari ham masala bo'lib turibdi. Qirilgan, chizilgan joylarigacha yo'q. Patologlari yaxshi qilib qo'yilgan. Yaxshi bar, chexol, yonidagi linoleum polikleychi solib qo'yishgan ekan. Probegi 6700 km. Yaxshi video registratorgacha uстановка qilib qo'yishgan. Bundan tashqari mashina to'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Eshiklarigacha regulyatsiya qilib qo'yishgan ekan. Bitta barmoq ochilib, bitta barmoq yopiladi. To'rtta yaxshi yumshoq balonlarga taqib qo'yilgan. Oldi faralarigacha ledlar uстановка qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, olasizlar, mazza qilib haydaysizlar. Hech qayerda hech qanaqa rasxoti, xarajati yo'q. Metangazgacha uстановка qilib qo'yilgan. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Damas savdodan olib mazza qilib haydayman degan akalarimiz uchun mashinamiz narxini bor yo'g'i $7300 bo'lsa berib yuboramiz.